Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Ushbu videomiz orqali siz 9-sinf biologiya kitobining genetika bo'limida berilgan, ya'ni Mendelning 3-qonuni digit-rezigot organizmlarni chatishtirishni pennet kataklarisiz, jadvallarsiz, oson usulida ishlanish usulini o'rganishingiz mumkin. Demak, digit-rezigot organizmlarni chatishtirish uchun dastlab ota-ona genotiplarini yozib olamiz va birinchi bo'lib ularda necha xil genotipik sinf hosil bo'lishini topib olamiz. Demak, digit-rezigot organizmlarda A va B genlari bilan belgilab oldik. A genlari digit-rezigotda holatda o'zaro chatishsa, 3 xil tipdagi genotipik sinf turini hosil qiladi. Blar ham xuddi shunaqa 3 xil tipdagi genotipik guruhni hosil qiladi. 3 ni 3 ga ko'paytirsak, demak, digit-rezigot organizmlar o'zaro chatishtirilganda 9 xil genotipik sinf hosil bo'lar ekan. Endi A'larni o'zaro hosil bo'ladigan genotipik turini 3 xil deb oldik va uni vertikaliga 3 qatordan yozib olamiz. Bu qizil harflarda berilgan. Demak, 3 qator digamazigota, 3 qator heterozigota, 3 qator resessiv gamazigota. Demak, Blar ham xuddi shunday bo'lganligi uchun ularni ham shunday 3 qatorda yozib olamiz, faqat vertikaliga emas, ularni gorizontaliga. Demak, gorizontaliga 3 qator digamazigota Blar, ikkinchi qatoriga gorizontaliga heterozigota Blar va 3-qatoriga esa gamazigota resessiv Blar. Demak, mana 9 xil ko'rinishdagi genotipik sinf yasaldi. Biz genotipik nisbatlar sonini bilamiz va har bir genotip yoniga hosil bo'ladigan genotipik sinflar sonini yozib olamiz. Shunda hamma organizmlarimiz sonini umumiysini qo'shsak, 16 ta organizm hosil bo'ladi. Demak, bu bizga pennet kataklarisiz, jadvallarsiz, oson vaqtdan yutishimiz uchun yordam beradi. Ham ayrim misol va masalalarni shartida ayrim belgi xususiyatga, fenotipik yoki genotipik xususiyatga ega bo'lgan organizmlarni sonini yoki ularni foizini topish uchun jadvalni yoki pennet kataklarni ichidan qidirib topgandan ko'ra, bu usulda osonroq bittada topib vaqtdan yutishimiz mumkin. Ushbu usul kimlar uchundir foydali bo'lgan bo'lsa, demak, faoliyatimizni like bilan belgilab qo'yishingizni so'raymiz.